Aleyküm, hurmatli obunachilar, hurmatli mijozlar. Mana Karklin o'z ish faoliyatini tinmasdan, to'xtamasdan davom qildirib turibdi. Hozirgi kunda, ya'ni mana shu danli moment ichida desak ham bo'laveradi. Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida 4 talik boksni ishga tushirib bermoqchi. Xudo xolasa bugundan ishga boshlasak, kechga qarab yoki ertaga ertalab bitkazamiz. Bitgan holatini ham video rolik qilib jo'natamiz. Yana o'sha hammani qiziqtiradigan savol, men bilaman, narx-navolar ko'pincha insonlarni, shu mijozlarni, klientlarni qiziqtiradi. Narx-navosiga kelsak, вообще super narxlar. Lichga chiqsangizlar tushuntirib aytaman. Qo'yadigan narsalarimiz ham original Italiya, Turkiya, bemalol zakaz qilaverasizlar. Ish bitgandan keyin